Rossiyada yashayotgan jaydari o'zbek kelinidan hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bratim, qanaysiz? O'zbekistondan Moskvaga onajonim kelganlar. Onajonimlar bilan bugun Moskvada 4-kunimiz, lekin video boshqa narsa haqida. Uni buni qo'yinglar. Bloger bo'lish ham oson emas. Telefonga berilib ketib, tog'alarning mashinasi kelib qolganini ham bilmay qoldim. Svetoforda telefondan boshimni ko'tarsam, yonimda tog'alarning mashinasi. Bezdak men yurganimda yuragimni olib qo'yishgan deya olmayman. Ushlanib qolsam pulimni olib, xullas tog'alar bilan kelisha olmayman. Metroga tushganimda bitta foydali ma'lumot sizlarga ham ulashayin dedim. Naqd pulingiz va bank kartangiz uyda qolib ketgan bo'lsa, menga o'xshab metroga tushsangiz, xuddi shunaqa qilib bir yoki bir necha marotabalik to'lov kartochka olsangiz bo'ladi. Ekrandan necha martalik karta kerak tanlaysiz, to'lov turini ham tanlaysiz va telefoningizdan bank ilova yordamida QR kod yordami bilan to'lovni amalga oshirasiz. Buni birgina minus tomoni, minus ham bo'lmaydi. Bir martalik to'lov metro uchun 80 rubl bo'ladi bu karta bilan. 1-2 daqiqada kartangiz tayyor, metroga kirsangiz bo'ldi. Video foydali bo'lib, shu joygacha ko'rib ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling. Obuna bo'lib kuzatsangiz, Rossiya hayoti va foydali ma'lumotlarni ulashib boraman. Sizlar bilan vodiylik Rossiyada yashayotgan jaydari o'zbek kelini bo'ldi. Keyingi videolarimgacha Allohga omonatsizlar.